Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu sigirlarimiz xudo xolasa bugun tug'ishadi 12 soat ichida. Buni qanday bilamiz? Birinchi o'rinda shu telefonimizdan bilamiz. Buni yurak urishi bezotaligi telefonga keladi, chip o'rnatilgan qorniga. Va keyin ko'z bilan bilishni yo'llari bu sigir bezotalanadi. Ko'rsangiz orqasidan suyuqlik oqadi va keyin mana bu orqa tos suvagi bor. O'sha ikkala tarafi qachonki ochilsa, eng oxirgi qismi keyin sigiringiz tug'adi. Uning uchun qo'lingizda mana bu bir tarafini tos rayini ushlab ko'rasiz. Bir taraf birinchi ochiladi. Misol uchun ikkinchi tarafiga yana 2 soatcha vaqt ketadi. Shu 2 soat ichida tug'adi. Shuning uchun sigirim qachon tug'adi deb turib bezovta bo'lib, kechasi tug'adigan holat bo'ladigan bo'lsa, hali uxlamasdan kutishlar bo'ladi. Shuning uchun o'sha orqa tarafdagi tos rayini ushlab ko'rasiz. Bir tarafi yumshoq bo'ladi. Qo'yib yuborgan. Keyin nari taraf qattiqroq bo'ladi. Demak, qachonki ikkala tomondagi tos suvagi ochilsa, keyin tug'adi deb turib molingizga tashxis qo'ya olasiz va 2 soat, 4 soat oldin molingizni aniqlay olasiz. Biz buni 12 soat oldin aniqlaymiz yoki 36 soatgacha aniqlasa bo'ladi buni. 3 kun ichida tug'adi deb, o'shandan keyin nazoratga olinadi. Men hozir buni endi nazoratga olish uchun bu tepa qismiga olib chiqamiz bu sigirlarni. Va endi xudo xolasa bular shu 12 soat, balki 8 soat ichida tug'adi. Endi bu yerni ushlab ko'rmadim. Telefonimizdan to'g'ri aytadi. Shuning uchun sizlarga qo'l bilan ko'rishishni aytib o'tdim. Bezovta bo'lishdan tashqari keyin yelindan sut oqishi ham mumkin. U oxirgi bosqichlarda tug'ishiga 1 soat, 2 soat qolganda shu yelindan sutdan tomchilab qoladi. Orqasidan suyuqlik oqadi va o'sha aytib o'tganimdek ancha bezovta bo'ladi.